Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Samarqand viloyati Pazdarg'on tumani Charxi mahallasida 8 sotix uchastkamiz sotiladi. Bir xonali vremenka qilingan, remontlari o'rtacha. Mana ko'rib turganingizdek, to'g'ri to'rtburchak shaklda ishlangan. Bu yerda mana gaz turbalari o'tgan, Wi-Fi simlari kelgan. Bu yerdan esa suv quvurlari o'tgan. Gaz, svet, suv, demak bu uyimizda bor, bu uchastkamizda bor. Mana uchastkamizda vremenkasini ko'rishlaringiz mumkin. Poli chala bo'lgan, o'zlaringiz oxiriga yetkazib qo'yishlaringiz mumkin. Tomlari qilingan, tunika shepir emas, tunikadan bo'lgan. Shu tayyorlasangiz bugun bo'ladi. Bu yerda 15 dan ortiq daraxtlari bor, toklari bor, vayish qilsangiz ham bo'ladi. Endi o'zlaringizga moslab molxona qilasizlarmi, boshqa narsa qilasizlarmi? To'g'ri to'rtburchak shaklda ishlangan, mana ko'ryapsan, to'g'ri to'rtburchak shaklda hovlimiz to'g'ri to'rtburchak, qiyshiq emas, boshqacha emas. Bu yerda gaz, svet, suv bor. Bu yerdagi uchastkalarning narxini endi 5000 dollardan deyishyapti, chunki bu yer Charxi mahallasida ekan. Charxi mahallasi o'zi sotig'i 5000 dollardan. Bu yerda egalari 45000 dollar deyishdi, lekin men savdolashib sizlarga og'aynilar 40000 deb ko'ndirib qo'ydim. Endi past telefon nomerlarini qoldiraman. Telefon qilib o'zlari bilan kelishib, savdolashib, agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, yana ham kelishtirib o'tkazib sotib olishlaringiz mumkin. Charxinda joylashgan 8 sotix uchastkamiz mana shu bo'ladi.